Unreal Engine'ning eng yangilanishi Unreal Engine 507 rasman chiqdi va bu haqiqatdan ham katta voqea. Buning asosiy sababi mutlaqo yangi Nanite Full HD o'simliklar tizimi. Bu tizim kompyuter grafikalarida o'simliklarni render qilish usulini tubdan o'zgartirib yubordi. Nega o'simliklar render qilishda muammo bo'ladi? Daraxtlar render qilish uchun eng murakkab obyektlardan biridir. Chunki bitta daraxt yuzlab shoxlarga, minglab barglarga ega bo'ladi. Natijada bitta daraxt modeli 100 minglab poligonlardan iborat bo'lishi mumkin. Poligonlar bu 3D obyektni tashkil qiladigan tekst geometriya yuzalaridir. Poligonlar qancha ko'p bo'lsa, dvijok shuncha sekin ishlaydi. Endi tasavvur qiling, biz zich o'rmon yaratmoqchimiz va shu yuqori poligonli daraxtlarni minglab marta sahnaga joylaymiz. Juda tez orada sahnada millionlab poligonlar paydo bo'ladi va bu FPS ni keskin tushiradi. Oldingi yechim lot va billboardlar. Shu muammoni hal qilish uchun ishlab chiquvchilar lot level of detaildan foydalanishardi. Kamera uzoqlashgani sari obyekt o'zining soddaroq versiyasiga almashadi. Daraxtlarning eng past lodi esa odatda billboard bo'lardi. Ya'ni tekstura tushirilgan oddiy text plane. Ammo bu chiroyli ko'rinmasdi. Mesh va billboard o'rtasidagi almashinish juda bilinib qolardi. Nanite Full HD Unreal Engine 5.1 dan boshlab Unreal Engine 5.1 da Nanite Full HD paydo bo'ldi. Bu bizga lotlardan butunlay voz kechish, juda zich o'simliklarga boy muhitlar yaratish imkonini berdi. Ekrandagi har bir rang bu alohida poligon. Ularning soni millionlab. Endi billboard yo'q, lot almashinuvi yo'q. Sahna doimo sifatli ko'rinadi. Ammo muammo hali ham bor edi. Nanite juda yupqa geometriya, bir-biriga yaqin joylashgan elementlar va massiv materiallar bilan daraxtlar shunday qiynalardi. Kameradan uzoqda va yopilib turgan daraxtlar ham to'liq render qilinardi. Bu esa keraksiz hisob-kitob va performans muammosiga olib kelardi. Unreal Engine 5.7 Nanite Voxels katta yechim. Unreal Engine 5.7 da bu muammo Nanite Voxels orqali hal qilindi. Endi kamera yaqinidagi daraxtlar to'liq Nanite geometriya, uzoqdagi daraxtlar avtomatik yaratilgan voxel versiya. Voxel bu 3D kubiklardan tashkil topgan model. Xuddi Minecraft uslubida. Kamera uzoqlashgan sari voxellar yiriklashadi. Ularning soni kamayadi. Render qilish ancha yangilashadi. Buni yoqish juda oson. Daraxt assetini ochasiz, Shape Preservation dan voxelni tanlaysiz. Xohlasangiz konsol buyruqlari orqali voxellarni kameraga yaqinlashtirib qanday ishlashini ko'rish mumkin. Har bir rangli kub bu voxel. Voxellar hatto uzoqda yaxshiroq ko'rinadi. Uzoq masofada soyalar aniqroq, yoritish realroq, o'simliklar zichroq va to'liqroq ko'rinardi. Yangi Procedural Vegetation Editor. Nanite Full HD tizimining ikkinchi katta qismi Procedural Vegetation Editor. Avval daraxt yaratish juda murakkab edi. Shuning uchun Speed 3 kabi alohida dasturlar ishlatilardi. Ammo Speed 3 Unity'ga tegishli. Obuna asosida ishlaydi va yangi Nanite tizimiga to'liq mos kelmasdi. Endi esa daraxtni to'g'ridan to'g'ri Unreal ichida yaratamiz. Trunk tanasi, shoxlar, barglarni prosedural tarzda joylashtiramiz va tayyor mesh sifatida eksport qilamiz. Bu vaqtni juda tejaydi. Videodagi barcha daraxtlar shu editor orqali yaratilgan. Real vaqt shamol animatsiyasi. Yana bir katta ustunlik. Daraxtlar avtomatik dynamic wind animation bilan keladi. Har bir shoxning shamolga o'ziga xos reaksiyasi bor. Oldin shamol faqat material ichidagi shader matematikasi bilan soxta qilinar edi. Endi esa daraxtlar Bone tizimi bilan rig qilinadi. Shamol kuchi va yo'nalishiga real moslashadi. Bu Nanite skinning orqali amalga oshiriladi va yuzlab boneli daraxtlarni optimallashtirib render qiladi. Katta tabiiy dunyolar yaratish hech qachon bu qadar oson bo'lmagan. Unreal ichidagi AI yordamchi. Unreal 5.7 da yana bir muhim yangilik. AI Developer Assistenti. Bu ChatGPT ga o'xshash. Unreal hujjatlari va loyihalari asosida o'qitilgan. Unreal ichida ochiladigan AI. U savollarga javob beradi, C++ va versiya kod yozib beradi. Hozircha juda eksperimental. Kontekstni to'liq tushunmaydi, blueprint bilan yaxshi ishlamaydi. Hozircha uni interaktiv hujjat sifatida ishlatish ma'qul.
Epic bu yo'nalishda jiddiy ishlayapti. Fortnite'dagi gapiradigan Darth Vader bunga yaqqol misol. Substrate yangi material tizimi endilikda beta emas. Unreal Engine 5.7 da Substrate materiali tizimi to'liq ishga tushdi. Avval metal va metal bo'lmagan materiallarni aralashtirishda muammo bo'lardi. Ranglar yuvilib ketardi, o'tishlar yomon ko'rinardi. Substrate bilan esa har bir material alohida hisoblanadi. O'tishlar real ko'rinadi, highlight va soyalar aniq. Endi materiallarni qatlamlab layer joylashtirish mumkin. Masalan, pastda tosh, ustida muz. Ikkalasi birga real render bo'ladi. Minus tomoni murakkabroq. Yaxshi tomoni eski workflowni o'zgartirish shart emas. Xohlasangizgina Substrate'dan foydalanasiz. PCG Procedural Content Generation endi production ready. PCG endi beta emas. Bu Blender Geometry Nodes. Houdini uslubidagi tizim. U orqali biomelar, o'rmonlar, butun dunyolarni avtomatik yaratish mumkin. Misol, qorli biome, desert, bahor muhiti birgina klik bilan. Lego Fortnite PCG asosida yaratilgan birinchi katta loyiha. Animatsiya yangilanishlari. Proportsiyasi juda farqli charakterlar orasida animatsiya transferi yaxshilandi. Self collision hisobga olinadi. Soch animatsiya endi Pascal yoki Art Directed bo'lishi mumkin. Yuz animatsiyasi ham boshqa charakterga o'tkaziladi. Xulosa, bugungi kunda keyingi avlod o'yinlarining yarmi Unreal Engine da qilinmoqda. Unreal Engine ni o'rganish uchun eng yaxshi vaqt, masalan, hozir yoki hech qachon. Agar xohlasangiz, YouTube'dagi bepul Unreal kurslarim orqali environment yaratishni, o'yin dasturlashni o'rganishingiz mumkin.